Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Laz Davis YouTube kanali HTML videolar darsligimizni 9-qismiga keldik. Xo'p, bu video darsligida biz jadval hosil qilish tillarini o'rganamiz. Xo'p, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Bu videoni kengroq tarqalishi uchun anchagina yordam bo'ladi. Xo'p, boshlaymiz. Table tagidan boshlaymiz. Table tagi jadval yaratadi. tr tagi bor. Bu bizga jadvalni qatorini yaratishda ishlatiladi. Undan so'ng th tagi bor. th tagi esa jadvalni ustun yaratishda ishlatsangiz bo'ladi. Va keyin td tagi ham bor. U ham jadvalni ustun yaratishda ishlatiladi. Mana deb rasm qo'yib qo'ygandim. Ana o'sha rasm orqali pauza qilib videoni batafsil ko'rib tushunib olishingiz mumkin. Xo'p, keyin hozir mana yana bir marta tr tagini ochib olamiz. Ana endi bu safar th emas, td tagidan foydalanamiz. Chunki th tagini ichida yozilgan yozuv matn o'rtada hamda bold formatida ekranga uzatiladi. Xo'p, mana ikkita yetadi. Ko'rgan bo'lsangiz, mana ustunni yaratdik. Xo'p. Yana bitta ochib qo'yaylik. Va bo'ldi, boshqa kerak emas. Mana shu yetadi. Ana endi bunga border beramiz. Border atributi bor table'ni. Xo'p, qiymatini raqamlardan iborat. Piksel yozsangiz ham bo'ladi, ishlayveradi, farqi yo'q. Keyin kill spacing bor. Agar jadvalni ramka qalinligi o'rnatilgan bo'lsa, ya'ni border jadval chegasi bilan tashqi chegara orasidagi masofani o'rnatadi. Vazifasi shunday. 55 qilib qo'ydim, mana hozir ko'rishingiz mumkin. Avval aytganimizdek, mana jadval chegasi bilan masofani o'rnatdi. Xo'p, keyin origin qiymatlari bor. Bu ya'ni jadvalimizni tekstlash qiymatlari right, center, left. Center qildik, mana o'rtaga joylashdi. Right bosganimizda xo'p, unga joylashdi. Ana endi navbatdagi tegamiz border color deb nomlanadi. Buni vazifasi o'zi nomidan ham aytib turibdi. Ya'ni chegaramizni rangini o'rnatishda ishlatsak bo'ladi. Mana chegara rangi yashil rangga kirdi. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, keyin rules qiymatiga o'tamiz. Rules nima qiladi deydigan bo'lsangiz, jadvalni chegara chiziqlarini qanday chizish kerakligini qoida sifatida e'lon qilish. Qisqacha tushuntiradigan bo'lsa, mana shunday. Keyin all degan qiymati bor, groups degan qiymati bor. All degan guruhi har bir chegarasini chizib beradi-da. Keyin rows, calls degan qiymatlari ham bor. Buni groupsga to'xtaladigan bo'lsak, faqat guruhli t-head, t-body, t-foot, call group taglar orqali hosil qilingan guruhda yacheykalarni chegarasini chizadi. Rows bo'lsa qatorlar orasidagi chegara chiziqlarni chizadi. Calls esa ustunlarni chizadi, shunday. Ana endi width bilan heads ga to'xtalamiz. Width bu chegaramizni enini o'rnatadi, heads esa balandligini belgilashda ishlatiladi. Buni o'zingiz juda yaxshi bilsangiz kerak. Chunki avvalgi darslarda bu atribut bilan yuzlashgandik. Xo'p, hozir mana 100 ga teng qilib qo'ydim. Xo'p, mana qiymat berganimizda o'zgarmoqda. Jadvallarimizni o'lchami. Tak, hozir 155 qildim. Tak, bir negadir hozir qiymatlar uncha to'g'ri ishlamayapti. O'chirib tashlab qaytadan yozib ko'raman. 155
da bot ishlamoqda. Ana endi eniga o'lcham beramiz. Bu ham ishlamoqda yaxshi. Kichraytiramiz biroz. 277. Так, bu normalniy. qilsak-chi. 37. 37 ga 350 qildim. Xo'p. Keyingi atributga o'tamiz. Summary atributi. Bu bizga hech nimani bermaydi, ya'ni jadvalimizni biror bir joyini o'zgartirmaydi. Bu kommentariy hisoblanadi. Dasturchilar uchun foydali hisoblanadi. Yozib ketsangiz bo'ladi. Mana inspect kod qismidan ham ko'rsatdim. Xo'p. Navbatdagi atributga o'tamiz. Beach color deb nomlanadi. Nomdan ham ma'lum. Sahifani mana shu jadvalning orqasiga rang berish. Mana hozir qizil rangga kirdi jadvalimizning orqa foni. Keyin background degan atribut bor. Bu orqali biz jadvalimizning orqasiga mana shu biror bir rasmni qo'yishimiz mumkin. Hozir mana bu rasmni qo'ymoqchiman. Mana ko'rgan bo'lsangiz, rasm qo'yildi. Keyin agar qayerda joylashganini siz to'g'ri yozishingiz kerak. Aks holda rasm ekranga uzatilmaydi, chiqmaydi ya'ni. Xo'p, keyin caption tagi bor. Bu bizga jadvalimizni tepa qismida chiqadigan ma'lumot, ya'ni matnli ma'lumot hisoblanadi. Mana, misolan, xo'p, data information deb yozib qo'ydim. Qanaqa jadvalni anglatishini. Keyin buni origin atributi bor. Bunda bottom qiymatini bersak, mana ko'rgan bo'lsangiz, yozuvimiz pastga tushadi. Top qiymati bor. Agar top beradigan bo'lsangiz, matn yuqoriga chiqadi. Left, right degan qiymatlarni ham qabul qiladi. Va origin atributida faqat top bilan bottom qiymati qabul qiladi ushbu atribut. Hop, bu tushunarli bo'lgan bo'lsa o'chirib tashlayman. Bottom top berasiz, ishlaydi. Hozir negadir ishlamadi. Yaxshi, xo'p, keyingi tekka o'tamiz. Head deb nomlanadi. Bu tek orqali jadvalimizni tartiblashimiz mumkin. Mana misol headda ichiga biz jadvalimizning bosh qismini yaratishimiz mumkin. Xuddi HTML taglardagi head, body kabi T-body orqali jadvalimizni tanasini yaratamiz. T-foot orqali esa uning footer qismini ishlab chiqishimiz mumkin. Mana T-head, T-body, T-foot. T-head bosh qismi hisoblanadi, T-body esa tanasi jadvalni, T-foot esa mana footer qismi, ya'ni eng pastki qismi. Bularning ham atributi bor. T-head atributini ko'rsataman. T-head ichidagi atribut T-body, T-foot da ham ishlatiladi. Ya'ni buni ichidagi atributlarni ikkiratik ham qabul qiladi. Xo'p, mana hozir orqa fonini rangini o'zgartirmoqman. Light blue qilib belgiladik. Keyin origin atributi bor. Bunda right qiymati bor. O'ng tomonga tekislaydi matnni. Center qiymati esa matnni o'rtaga tekislaydi, mana ko'rgan bo'lsangiz. Undan so'ng left qiymati bor. Agar kerak bo'lsa, chap tomonga tekislashingiz mumkin matnni. Xo'p, men o'z holida qoldiraman. Xo'p, keyingi
atributga o'tamiz va allegion, ya'ni vertikal tekislash. Buning qiymatlari top, bottom. Avval ko'rganimizdek bottom pastga tekislaydi. Hozir buni ko'rsataman. Buni bo'yini sal kattaroq qilaylik, bu juda ham ko'payib ketdi. 200 qilsak. Hop. Bo'ladi. Yana top qiymatini berdim. Ko'rgan bo'lsangiz, matn yuqoriga chiqdi. Alt event matni. Hop. Yuz qilib qo'yaylik shu holatda. Keyingi tegimizni atributiga o'tamiz. tr tegini ichidagi atribut beige color. Bunda ham mana jadvalning orqa fonini rangini berishimiz mumkin. Yashil qiymat kiritganimda yashilga o'zgardi. Istasangiz trda qiling, istasangiz texid orqali qiling, farqi yo'q. Va hamda tableda ichida ham qilsangiz bo'ladi buni. Border color bor. Bu ya'ni mana shu chegaraning rangini o'zgartiradi. Hozir bu o'zining ma'lum bir kodlar bor, shuning uchun ishlamayapti. Keyin buni sog'amini ko'rib chiqamiz hozir. Table tr o'zi border ranglarini berishda ishlatilmaydi. Chunki men xato yozdim. TD'ni ichida yozsak to'g'riroq bo'ladi. Chunki ba'zi bir brauzerlar buni qo'llab-quvvatlamaydi. Oldin eski brauzerlarda ishlagan bo'lishi mumkin, lekin hozirgi zamonaviy brauzerlarda bu to'g'ri qo'llab-quvvatlanmaydi. Shuni hisobiga yozganimda ishlamadi. Hop, tushundingiz deb umid qilaman. Buni o'rniga siz thash yoki tdni ichiga ishlatsangiz bo'ladi. Keyingi atributga o'tamiz. Allegion atributi. tr ichida allegion top. Hop. Baseline degan qiymati bor. Hozir hech qanday o'zgarish sodir bo'lmadi, sababi bundagi o'lcham to'g'ri kelmayapti. Hop, va allegion Baseline. Hop, mana tepadagi narsani o'chirib tashladim. E'tibor bermayman. Hop, keyin bottom top. Ko'rgan bo'lsangiz, har bitta qiymatda o'z vazifasini bajarmoqda. Hop. Ana endi keyingi tegimizni atributiga o'tsak ham bo'ladi. tdning abbr degan atributi bor. Bu ham bizga kommentariya vazifasini bajarib beradi. Ya'ni jadvalda mana shu qismda biror kerakli ma'lumot bo'lsa, shuni biror bir dasturchiga tushuntirish uchun kommentariya sifatida foydalanib ketsangiz bo'ladi. Yaxshi, keyingi atributga o'tamiz. Beige color. Jadvalimizning orqa fonini rang beradi. Xo'p. Istasangiz tableda qilsangiz ham bo'ladi. Buni texid, tbody orqali ham qilsangiz bo'ladi. Farqi yo'q, hammasida bir xil ishlaydi. Keyin call span degan narsa bor, mana ko'rsangiz. Ikkita jadval yacheygasini birlashtirib beradi. Shunday qilsak ishlamaydi, mana bir qilsak ham ishlamaydi. Qiymati 2. Sababi bir qilganda bitta yacheygani birlashtirish deyapti. Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun 2 yozsak, mana ikkita yacheygani birlashtirish deb tushunadi. Agar mana bu 3 bilan 4 ustunlar agar 3 ta bo'lganda, qatorlar 3 ta bo'lganda
keyin 3 yozganingizda to'g'ri bo'lardi. Keyin allegiant qiymat bor, mana ko'rgan bo'lsangiz, o'ng tomonga, keyin center o'rtaga tekstlaydi. Justify bu butun kenglik bo'yicha tekstlash. Right qilib qo'ydim mana. Keyin bu yerda ham allegiant ishlatib qo'yaman. Tak bo'ldi. Yaxshiroq ko'rib tushunib olishingiz uchun qoldirib ketdim yozib. No wrap degan atribut bor. Bu matnni, ya'ni keyingi qatorga o'tkazmasdan bir tekstda yozishni anglatadi. Mana ko'rgan bo'lsangiz, keyingi qatorga o'tmayapti no wrapda. Bu atribut hozirda unchalik ko'p ishlatilmaydi. Uni o'rnida CSS dan foydalanishadi. Bu natijani chiqarish uchun CSS ning white space degan atributini wrap qiymatini bersangiz, xuddi mana shu holatga keladi. Bu ilgari ishlatilgan. Hozir ko'pchilik bundan foydalanmaydi. Xo'p, shunday bo'lsa ham ko'rsatib o'tib ketdim endi. Keyingi tegimiz bilasiz, buni ishlatgansiz, qo'llab degansiz heads, ya'ni balandligini, ya'ni o'sha bo'yini o'rnatish jadvalini. Mana ko'rgan bo'lsangiz, o'zgarmoqda o'lchamlar. Tak. Keyin row span. Row span beradigan bo'lsak, mana gorizontal ko'rinishda yacheykalar birlashtirilgan bo'lsa, row spanda vertikal bo'yicha yacheykalar birlashtiriladi. Ikki qiladigan bo'lsam, ikkita yacheykani birlashtiramiz. Bu ishlamayapti, sababi bu jadval talablariga mos kelmaydi. Buni hozir alohida yozib tushuntirib o'tib ketaman. Row spanni hamda col span. Col span. Rows. Xo'p, ikkalasini yozib qo'yamiz alohida. Row span uchun alohida jadval yaratib olaman. tr ochamiz, th degani yozamiz. Rows deb qo'yaman. Xo'p, pastdan yana qator yaratamiz hamda ustunini ham yasaymiz. Bitta ustun, data td bilan hamda yana bitta yasaymiz. Ana endi bunga border beramiz. 5 pix. Tak. Th-ni ichiga row span 2 qilib qo'yamiz. Ko'rgan bo'lsangiz, o'zgardi. O'lchamlar 3 qildim. Ko'rgan bo'lsangiz, mana birlashdi hozir. Biz kutgan natijaga erishdik. Row spanni qanday natijaga chiqarib berishini mana shu jadval orqali tushunib olishingiz mumkin. Keyin sal boshqacharoq usulni ham ko'rib o'tamiz. Bittasini o'chirib tashlaymiz. Mana natija bir xil ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Bo'yni 3 degan qiymatda ishlagan bo'lsa, endi 2 qiymat yozganimizda mana bu stilda ishlaydi. Mana endi colsni
tushunib olamiz. Diğer atributini ochib olamiz, yana qator yaratib olamiz hamda ustunni shakllantiramiz th tegi orqali. Yana qator shakllantiramiz diğer bilan albatta hamda td bilan ustun shakllantiramiz. Keyin buni nusxalab olamiz. Ana endi call span 2 qilib qo'ydim. O'sha qiymat biz kutgan natijaga chiqdi. Faqat border berib qo'ysak tamom. Mana ko'rishingiz mumkin. Biz kutgan natijaga erishdik. Calls bilan rows mana shu tarzda ishlaydi. Bu atributlar albatta buni o'zingiz yozib ko'rib kodda yaxshiroq tushunib olishingiz mumkin. Men hozir shunchaki ko'rsatib o'tib ketmoqdaman. Albatta o'zingiz yozib ko'ring. Har tomonlama yozib ko'ring. Qanday yozsangiz qanday natijaga erishishingizni qancha ko'p yozsangiz shuncha yaxshi tushunib olasiz. Xo'p, 1 2 3 qilib qo'yamiz. Mana qarang, ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Mana hozir natija bir xil. Hozir mana bu qiymatlarni ko'paytirdim. Jadval ustunlari ko'paydi. Yana bitta qo'shib qo'ydim. Mana 3 qilganda mana o'sha ketdi. Mana 3 dan u yog'ida o'sha hisoblamay ko'rgan bo'lsangiz mana kengaygani yo'q qolis. Faqat 3 gacha mana shu qiymatni oladi. Hamda 2 gacha, 2 1 gachada o'sha bir xato beradi. 2 3 da agar 4 bo'lsa, 4 qiymat berilgan bo'lsa, call span'da 3 ni ham oladi, keyin 2 ni ham oladi. 4 dan to shu 2 gachada 2 gacha ishlaydi. Xo'p, bu tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'rganishdan to'xtamang, doimo harakatda bo'ling. Hammaga rahmat.